Tartivelingan hayat. Roman. Avtori Mustafa Abdurahim. Birinchi bölüm. 30-qism. Yulduz yerga tushib ketgan zib-zinnatlarga qaramasdan uyga o'g'ri kirgan o'xshaydi deb o'ylab varqiray deyishiga u g'uvachiray uning og'zini bir qo'lida etib elib yerga tushib ketgan zib-zinnatlarni yana bir qo'lida yig'ishtirib elib Yulduzning kaynidan ittirganicha uning hujrasiga kirib eshikni ichidan taqidi va orqadan chiroqni yoqdi. Yulduz ko'z oldidagi odamni ko'rib hosirab pömidayotgan yeridan taqli qilib to'xtab qoldi. Ko'z oldidagisi boshqa biri emas, balki Nozilaning o'g'li Dilzat edi. Dilzat opasining zib-zinnatlariga bir qarab qo'yib, Yulduzning oldiga yaqinlab kelishga boshladi. Yulduz qo'rqib, yaqin kelma deb orqaga dojib, karvutiga putlashib, gupli qilib o'ltirib qoldi. Dilzat Yulduzning oldiga kelib, zo'ngziyib o'ltirib. Nevre singlimni qandaqroq odamkin desam, asli o'zining melini o'zi o'g'irlaydigan uchiga chiqqan o'g'rikan emasmi? Sen burunmi mush kasb bilan shug'ullanib boqqan o'xshamamsan? Ha? Ajab qo'llaring chaqqankan deyman ha? Qarab tursam shap chiqamay kirib, yana shap chiqamay oladiganni elib, yenib chiqib bo'ldi. Asli boshqalarning narsini olgan bo'lsang, ko'z qirimnimi sep qo'ymagan bo'lar. Biroq sen nomussiz mening opamning narsasini o'g'irlabsan. Seni qandoq bartaraf qilsam bo'lar? Ha? Hozirli chiqib, hammasini o'yg'itib, chavangni chitli yoysam bo'larmi? Yoki sendan biror narsa talab qilsam, bugun yuz bergan ishni shuningga almashtiraylikmi? Ajab boshqatdi-ku. Qani degina. Qaysini qilishimni xohlaysan? Navoda sen? Ma'qul. Men qo'shildim. Sen hech kimga hech narsa dema. Men sen talab qilganni beray, ha? Qani. Ishni tez boshlab, tez oxirlashtir. Shuning bilan ikkimizning ish tugasin, ma'qulmi? Ha? Yulduz Dilzat qo'shilarni dapla uxlash kiyimini yeyishga boshladi. Dilzat Yulduzning qilayotgan ishiga qarab, uningga kiyimini kiyib olishini deb qo'yib, orqasiga o'rildi. Yulduz uningdan "Sen mush ishni talab qilmaganmi?" deb so'rab edi. Dilzat darhol Yulduzga qaradi. Yulduz qo'rqib, titrab turadi. Uning bu bechora turqiga qarab, Dilzat kulkisini faqatla to'xtatmagan edi. Aqara. Bechora turqingni nima dey? Sendan narsa talab qilaman deb bo'g'icha kiyimlaringni yeshamsan hamda? Qaraganda hozirgacha sen nurg'un eski ishlarni qilib, boshqalar bilan biror narsa talab qilaman degidek bo'lsa, moshunda qilib yurding deyli. Uyingning oldiga biror tilamchi suv so'rab bosimi, boshqacha niyatda bo'ladigan o'xshamamsan, ha? Namossiz. Agar bu ishni talab qilmagan bo'lsang, nima talab qilganding? Sen ahaqning-ku, hammasi shundaq. Qiz ayollardan shu narsani talab qilsizlar. Menmi shu, seni shundaqmikin debdimi? Degina, mendan zoda nima talab qilmoqchisan? Issiq jinimdan boshqa nima talab qilsang men qo'shilaman. Nima desang shu bo'lsin. Dilzat Yulduzning bechorlarcha titrab turgan holatiga qarab, ichidan qistab kelgan kulgisini tasdi bosdi va o'zining talabini o'ttirg'a qo'ydi. Nima desam shu bo'ladi, shundaqmi? Undaq bo'lsa, gapni ochiqlik qilay. Sening bir do'sting bor ekan. Ismini Nafisa deydi. Mening shu do'stim bilan bir tanishib boqqan. Atkashda uni chiroyli yasandirib chiqsang, kechilik qilib berib kelaylik. Qandaq? Uni bahli chiroyli deydi. Bir ko'rib beqish orzuyim bor edi. Ondan bu narsalarni senga beray. Opamning bundaq narsalari ko'p. Keyin belib qilib so'riqini qilsa, o'zing ega bo'lasan. Yulduz Dilzatning o'tirg'a qo'ygan talabini anglab, boshda hayron qoldi. Keyin turibli Dilzatning nima maqsadda Nafisa bilan ko'rishishni talab qilganligini bilgandek bo'lib, darhol o'rnidan turib, uxlash kiyimining oldini etib, ikki qo'lini almab qo'yib, xuddi
boya hech qandaq ish yuz bermagandek bir holatda Dilzatqa. O jintak bilan ko'rishaman desan-ku, Asan. Ma'qul. Sening mendan talab qiladiganing Nafisa bo'lsa, men atili uni tarab, yasandirib chiroyli qilib sen degan yerga opray. Menmi sening deganingni cho'qim qilaman. Senmi bugun ko'rganlaringni hozirning o'zida unutib ketsan, ha? Ams kelishdiq. Uzatmadim, chiqib kelsan bo'ladi. Dilzat Yulduzning oldiga qo'lidagi opsining oltin soat, zibu-zinnat degandek narsalarni tashlab berib, past deganicha chiqib ketdi. Yulduz Dilzatning past degan gapini anglab qolganligi uchun qo'lini uningga birini ko'tarib qo'yib, Dilzat chiqib ketgandan keyin yerda chechilib yotgan narsalarni birdan tardi. Ondan shu yerda o'zini yerga tashlab, karvatga yo'linib o'ltirib, ikki qo'li bilan yuzini etib olib, yum yig'ladi. Men nima uchun qaysi qilgan xato ishim uchun buncha azobda qoladigandiman? Nimish har doim oltliq tatirg'ini men bo'laman. İhbarning oilasini tatmag'inim rost. Biroq u mening ota-onamni men bilan tang bahrlandi-ku. Hatto dadamni mendan tatib oldi. Dadam uni mendan bakrak yaxshi ko'rdi. U mening oilamda cho'ng bo'ldi. Men uning oilasini ko'nglim ozroq o'zim xush qilsam nima bo'pti? Ha? Mening shu kichkina xatoliqim uchun buncha ig'ir badal to'lashim beklashib ketmadimi? Nimishqa? Zadi nimishqa? Men ishbarning oilasida uning ziyoqida turish uchun yana qanchalik badallarni to'layman? Men bu turmushni deb o'z ota-onamdan voz kechdim. Endi yana salohiyatni yoshirish uchun o'g'irlik qilib tutilib qoldim. Buning badaliga do'stimni sotdim. Ay, men beklayib ketdim. Yulduz yuzini etib olib, yiqiqtab turib yig'lab, shularni xiyol qildi. Yulduzning har qatim ko'ngli qattiq azar yeganda, ondan o'zining xato qilganliklari yodiga yetadi. U ishlar o'tib ketgandan keyin bo'lsa, hech ish bo'lmagandek, yana burunqi Yulduz bo'lib yuradi. U pushaymon qilmadi emas, pushaymon qildi. Biroq pushaymonni deb olqinidagi baxtni qo'yib bergisi kelmagan edi. Shunda qilib, bugunmi tong etib, hamma o'z xizmatlariga menish uchun tayyorlik qilib o'tadi. Yulduz kecha-kecha yig'lab, tong atarga yaqin uxlaganligi uchun nashtaga chaqirsimi tushmay, uxlab yotadi. Mavludning eng yoqtirmaydigini nashtada va tushlik, kechki tomoq vaqtida bir oila kishilarining birga o'ltirmasligi edi. Shunga u Maryamga Yulduzni majburiy uyg'otib elib tushishini, Yulduz tushmigicha nashta qilmay saqlab o'ltirdiganligini deb Maryamni Yulduzning yeniga chiqardi. Ham Yulduzga Mavludning gaplarini yetkazib, uni zo'rmi-zo'r o'rnidan turg'izib, tovanki qavatga elib tushdi. Yulduzning qapqa ishib, g'o'ridak bo'lib ketgan bo'lib, Mavlud Yulduzning sulg'un chiroyiga qarab: "Qizim Yulduz, tunugunki ish uchun ko'nglingning yerim ekanligini bilaman. Biroq talodagi ish degan taloda qilish kerak. Sirtdagi kayfiyatingni uyga ib kirsang yaxshi bo'lmaydi. Qarg'ina chiroyingning bo'lib ketganini. Ondan yana bir gap. Buningdan keyin nashta vaqtida uxlashingga ruxsat yo'q. Uxlaydigan vaqtda uxlaymiz, tomoq yeydigan vaqtda tomoq yeymiz. Bu yerda 7 odam seni saqlab tomoq yemay o'ltirsa, qandoq bo'ladi? Ha? Qani. Nashtangni qilib, kutubxonaga kirgan. Sana deydigan gapim bor. Ha? Mavlud qapqinimi ochmay shundoq dedi. Orqadan o'zi tez nashtaligini qilib bo'lib, kutubxonasiga kirib ketdi. Yulduz Mavludning muomalasini ko'rib, bexatarlik sanduqida biror masala ko'rilgan bo'lib, uy ichida kamera bo'lsa, o'zini ko'rib qolganmidi ya deb uni ansizlik chirmab olgan edi. U bir yutum meva suyi ichibla, qo'rsqim to'ydi deb qo'yib, Mavludning orqasidan kutubxonaga kirdi. Mavlud bexatarlik ishkobining oldida o'ltiradi. Yulduz Mavludni u yerda ko'rib,
Uning yuragi düpüldab so'qishga boshladi. Qo'rqqan seri boshlari qiyib, ko'zlari to'rlashib ketib boradi. U Mavlud gap qilishdan burun o'zini oqlash uchun tamtirab, kekashliginicha eg'iz ochdi. Bu men asli bunday qilmasam bo'ladi. Lekin menda boshqa amal bo'lmay shunga. Bo'ldi qizim. Hijil bo'lmasammi bo'ladi. Men degan sening dadang tursan. Yordam kerak bo'lsa, mendan so'ramay kimdan so'rayding? Kela qizim. Buni ol. Bu ko'p pulma emas. Bu 5000 yuanni ulag'i bergin. Doktorxonada tamoq yeydigan bu ishlarga pul ketidi. Kipar rahmat aytib telefon qilgan. Uningdan anglasam, Sardarga u qarab etibdi. Doktorxonada qaraydiganlarmi karvatga pul to'lab yotmasa, kechiligi dog' yerda yetib qoladigan gap. Shu buni sen Kiparga berib qo'ygan. Uningga men bersam, u hargiz qabul qilmaydi. Nimani degan bilan sizlar kichiginglardan birga cho'ng bo'lgan. Uni sen mendan bakrak tushunasan. Uning g'ururi bakli kuchlik. Men mundaqli pul bersam, u bizni kichik ko'ribdi deb o'ylab qolmasin. Qani ala qizim. Amsi bu ishlarni sana topshirdim. Ha? Ondan Sardar apandiga mening salimimni yetkazib qo'ygan. Hech nimadan g'am qilmay, doktorxonada xotirjam davolab chiqsin. Yulduz Mavludning gaplarini to'liq anglagandan keyin andini yuragi joyiga tushgan edi. U Mavludni biror narsani bilib qilib, o'zini ayibligini chaqirdi deb o'ylagan edi. Afsus, ishlar uning aksicha bo'lib, texi uningga pul berib, chiroyidan xush tabassum yog'dirib turadi. Yulduz Mavludning qo'lidagi pulni olmay turibla, uning bo'yniga dada debla esilib yig'lab tashladi. Arqadan uningga rahmatini bildirib, Mavludning tanglab turgan pulini elib, hujrasiga chiqdi. Ondan oqshom Nazilaning yenidan o'g'irlab chiqqan narsalarni somkasiga qachilab, Nurxonning yeniga chiqdi. U Nurxonga somkasidagi narsalarni ko'rsatdi. Nurxon beshiga paqildatib urib, so'zlashga boshladi. Voy beshing yemaydigan qizim, nima ishlarni qilib yurding amdi? Buni qayerdan olding? Sening bundaq narsalaring yo'q edi-ku. Kimning yenidan olding? Yoki so'rab turdingmi? Ya'ni jo'yligil turding-ku. U uydagi ish qo'tirchilardan biror narsa so'rsam sening jimang beraman. Buni shunga o'g'irladim. O'g'irlamay amal bo'lmadi. Buningdan boshqa chora yo'q-kan shu, qanday qilatdik? Lekin buni hech kim bilib qolmaydi. So'riqini qiladigan odammi yo'q? Voyjon, sen to'la meni ilishtirayvermay, oqshomgi oltinlarni chiqag'ini hammasini opirib sotaylik. Ondan ovu chaqir ko'zga opirib berib, zuvani jumdirmasak, ikkimizning kuni tasga tushidi. Bo'la, ko'tingni isib o'tirayvermay, chopiningni kiyib chiqar. Bugun qiladigan ishlarimiz bakchiq. Bo'la. Nurxon bilan Yulduz ikkisi zagarxonaga kirdi. Barliq oltin zib-zinnatlarni 130 ming yuanga sotdi. Nazilaning oltin soyitining eg'irligi 55 gramdan oshadi. Ondan zib-zinnatlarning eg'irligi 100 gramdan ortiq bo'lib, Nurxonning oltinlari bilan qo'shilib, hammasini 130 ming yuanga sotgan bo'ldi. Ular zargarxonadan chiqibla Jabbarga telefon qilib, u aytib bergan adresga berib, 100 ming yuan pulni berib, buningdan keyin o'zlarini avor qilmasligini. Navoda pul kerak bo'lsa, bir hafta burun deb qo'ysa, ondan tayyor qilib beralaydiganligini deb, uning yenidan qaytib keldi. Nurxon qiladigan ishi bo'lmaganligi uchun otxonaga qarab yo'l oldi. Yulduz Nafisani bugun kashga qoyil qilish uchun uningga telefon qildi. U telefon nomerini almashtirib etganligi uchun uning bilan aloqalashamadi. Yulduz titib bo'lib ketib boradi. Agar u Nafisa bilan aloqalashib, bugun kashda Dilzat bilan uni tanishtirmasa, chavisining chitqi yeyilg'ini turg'anli gap edi. Shuning bilan u mahallasiga berib, Pashaxondan so'rash uchun mandi. U Pashaxonning uyiga kelay deb qolganda, yon tarafdagi ko'chadan Nafisaga o'xshaydigan birining xaltida meva-chevi ko'tarib mang'anini ko'rib qoldi-da, darhol shofirga orqaga yenib,
ko'rsatgan ko'chaga kirishini dedi. U ko'rgan qizning Nafisa bo'lishini umid qilmoqda edi. U ko'chaga kirib, u qizning oldiga tezli o'tib, mashinadan tushib qoldi. U haqiqatan Nafisa bo'lib, u yulduzni ko'ribla, uningdan o'zini qochirib, orqasiga o'rilib mengib edi. Yulduz palaxshib yugurib kelib, Nafisaning oldini to'sdi. Jinim do'stim, mendan o'zingni nima qilib bunda qochirib yuriysan deyman. U ishlar o'tib ketdi. Men allabirun unutib ketdim. Senmi unutib ketgan bo'lamdi? Biz qancha yillik do'st o'ylab baqa? Bizning do'stligimizni shu arzimas ishlarga tegishvasan qanday bo'ladi? Men qara jinim do'stim, seni bakli sig'indim. Necha kun bo'ldi sen bilan faqatla aloqalashamadim. Telefon qilsam bir mekijin bu nomer mavjud emas deydi, ochig'imni keltirib. Shunga seni bu yergacha izlab kelishga majbur bo'ldim. Aras, sen bu mahallada nima qilsan? Ammangning yanida turmay yotamsan? Gap qilsang-chu, nimandaq odamning ishini siqirgansan? Ha-a. Men ashundaq odamning ichini siqaman. Gap bormi? Shu vaqtda men sendek do'stimdan voz kechib bo'lganman. Menga shuncha ishlarni qilib etib, yana meni izlab keladiganga yuzing bor ekan, ha?